Yurtimizning xorijda vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini va ularning oila a'zolarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga muvofiq hududlar hokimlariga mehnat migratsiyasiga ketgan fuqarolarning farzandlarini yoshlar festivallari hamda boshqa madaniy-ma'rifiy tadbirlarga keng jalb etish bo'yicha samarali ishlar tashkil etish vazifasi yuklatilgan. Shunga muvofiq Buxoroda qishki ta'tilni maroqli o'tkazayotgan Ertamiz egalari uchun bayramona dastur tashkil qilindi. Davlatimiz rahbari belgilab bergan vazifalardan kelib chiqib, Migratsiya agentligi huzuridagi idoralararo ishchi guruh tomonidan xorijda mehnat qilayotgan O'zbekiston fuqarolari hamda ularning oila a'zolarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, 5-10 yanvar kunlari mehnat migrantlari oilalari nomi ostida bir martalik ijtimoiy aksiya o'tkazilishi ko'zda tutilgan. Ushbu aksiya doirasida Yangi yil bayramiga bag'ishlangan xayriya va ko'ngilochar tadbirlarni o'tkazish rejalashtirilgan. Shunga muvofiq, Buxoroda ham xorijda mehnat qilayotgan fuqarolarning farzandlari uchun bayram dasturi tashkil etildi. Tadbir bolalar uchun mo'ljallangan ko'ngilochar va ma'naviy-ma'rifiy chiqishlar bilan boyitildi. Bayram tadbirida ishtirok etgan viloyat mutasaddilari bolalarni samimiy muborakbod etib, ularga sovg'alar ulashishdi. Bugun bolajonlarimiz nafaqat bir xursand, ular o'z otalariga mana shunaqa sovg'a salomlarni oldik deb o'z xabarlarini yetkazmoqdalar. Bu esa ularni o'sha xorijda mehnat qilayotgan otalari uchun ham qandaydir bir motivatsiya, ko'tarinki kuch beradi va bu bilan biz demak nafaqat shu bolajonlarni xursand qilish, ya'ni ularni o'sha xorijda mehnat qilayotgan yaqinlarini ham qalbiga xotirjamlik, tinchlik, sokinlik olib kirish maqsadida mana shunaqa bir ajoyib tadbirlar tashkil etib kelinmoqda. Mazkur tadbirlar bolalarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish hamda davlat tomonidan ko'rsatilayotgan e'tibor va g'amxo'rlikni yanada keng namoyon etishga qaratilgan. Bugungi kunda mamlakatimiz